Yer tevreş Allah'ın gazabı mı? Şeksizki yer tevreş, çakmak çıkış, gün ve ayının tutuluşu ve kelkin kiliş qatarlıq afetler Allah'ın urlaştırışı ve hikmeti bilen yüz beradigan hadisler bulup, bularını Allah'ın gazabı degan bir cümle bilen yekunlash to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu afetler Allah'ın emirleriga bo'ysunmaslikqa qarata Allah'ın gazabı bo'lishi ehtimolli bo'lgandek, bir türlük sınaq yoki rahmat bo'lishimi, Allah'ın qudratini ve yakki yeganiligini eslatish bo'lishimi, qo'rqitish bo'lishimi va yoki dunyodagi muvozanatni saqlash bo'lishimi mumkin. Kahf surasidagi voqealiklardek bizga ko'rinishda azob va g'azab, haqiqatda rahmat va rozilik bo'lishimi, qiyomatdagi cho'ng tavrashni eslatish bo'lishimi mumkin. Bularning hammasi bir ofatda jamlanishimi mumkin. Ya'ni shu bir qitimliq yer tavrashda yoki tsunamida o'lganlarning ba'zilariga g'azab, ba'zilariga rahmat, ba'zilariga kafforat, ba'zilariga jazo bo'lsa, boshqa saq yarador hayot qilganlarga nisbatan qo'rqitish, kamoliy qudratini ko'rsatish yoki tavba qilib olishga fursat berishdir. Bu jihatni elib aytsak, bizga sirtqi ko'rinishda g'azab yoki ofat, amaliyotda rahmat va rozilik bo'lishimi tamoman mumkin. Shunga bu turli cho'ng ofatlarni Allohning g'azabi debla yakun chiqarib tahlil qilish to'g'ri bo'lmay qoladi. Bo'libmi, bu ofatlar yuz beradigan joylar kufr, gunoh ma'siyatda uchoq chiqqan shaharlar bo'lmay, musulmonlarning bo'lgandimi oddiy sodda, pak taqvo musulmonlar yashaydigan yez qishliqlar bo'lishimi mumkin. Shunga bundaq ahvollarni ko'rganimizda yoki bu ofatlarda biror musibatga uchraganimizda Allohning qazoyi qadarini rozilik bilan kutib olish, ondan gunoh ma'siyatdan yenib tavba qilish, boshqalarning haqqini qaytarish, mag'firat tilash, Allohni ko'p yod etish, har qachon bir-birimizga haqni va sabrni tavsiya qilish, ofatga uchraganlarga yordam berish va sadiqa ihsonlarni ko'p qilish orqali o'shimizni yig'ib olishimiz kerak. Doktor Abdulaziz Rahmatullah 1444-yili Rajabning 16-si, milodiy 2023-yili 2-oyning 7-kuni.